yegin. Haramzade. To'g'rimni o'g'irlaydiganmiding? Yo'q, men to'g'ri amroq uning don berib o'tman. Nimacha hamrohlik qilasan? Dodami, biz o'tin satqili boraylik. Bo'ladi aka. Ahmaq, bu to'g'rilar nimacha hamrohlik qiladigandu, ha? Dodami, sen cho'chilarga bak omroqmi nima? Ha, cho'chilarni ko'rsamni o'lib ketgan opam esimga keladi. Sen opamga rostli bak o'xshaydi ekansan. Akif kishkisi nima degan inoq? Shundoqki. Rahmat tog'a, bizga yetsa ko'mish beribsiz. Arzimaydi. Kun o'ltiray deb qoldi, uyga qaytinglar. Biz yana kelamiz a? Yo'lda ehtiyot qilinglar. Ey, bu yetim bolalarga kishining omroqlik keladi. Bechoralar. Yaxshi, ha, ilinglar. Mana azon bo'lib ketdi. Besh, olti, yetsa ko'mish beribdi. Bugun birsa ortiq beribdi. Aka, bugun sen cho'riqdan birini olaylik. Tunugun taqi chiqqanda cho'riqni yetilib ketgan tuğu. Ay, bo'ldilar, keyin olaylik. Bugun oldi bilan sana bir pala yeb beray bo'lamdi, ha? Yo'q, palimni yomab qo'ysak bir mazgil chidaydi. Eng yaxshisi sana bir cho'riq olaylik. Ya, avval sana pala olaylik, meni cho'riqimni texkagili bo'ladi. Yo'q, oldi bilan sana cho'riq olaylik. Aka, menga? Ha? Bu to'g'rilarga nim bo'pti? Bir ayol og'ribatam diye. Uni tutinglar! Mening to'g'rimni qo'yib-a! U o'lgur to'g'ri, ha? Endi nega qaçsanki, bir ko'rib baqay, ha? Og'rib qolgan o'xshaydi. Hey! Buning kesilib o'xshaydi. Endi qanday qilaman? Dodami. Hey, Dodami. Nima degan chiqdi bu? Dodami. Av 2 yoshgan, av 3 yoshgan. Dodami. Aka, bu cho'chilar nima degan chiroyliqa? Dodami, sen to'g'rilarni ko'rib, opamni sig'inib qoldingmi nima? Nima degan omoq? Hey, shumtaklar! Ko'zimda yo'qinish! To'g'ri qo'shnimizning uyidagi chungappashqa o'xshaydi ekan. Sen chiqanda? Bu ikki shumtak qasmi nima? Hey, ikki shumtak anlashdingmi? Sizlar to'g'ri setib olmagan ekan bu yerda nima qilsizlar? Tez yo'qinish! To'g'rilarimni ko'rishinglar ruxsat yo'q. Sizlar to'g'ri olmoqchimi yoki o'g'irlamoqchimi? Bu shumtaklar! Yo'qinish! Tog'a, bu to'g'ri qancha pul? Nima deding? Sizlar to'g'ri olmoqchimi? Aka, nima qilsan? Sening qaring bo'lmasin. Bahasi muvofiq bo'lsa. To'g'ri aytdi. Mening to'g'rim tuxum to'g'ri go'shtni yegili bo'ladi. Piyda yostiq yasig'ili bo'ladi. Attigini chillaydi, kashligi qaqaqlamaydi, tomoq tanlamaydi, o'zidan tef yeydi. Mayli qandaqli bo'lmasa mening to'g'rim tug'alaydi. Tuxumdan cho'ji chiqadi emasmi? Tog'a, bo'ldi, so'zlamayli qo'ying. Bu to'g'ri zodi qancha pul? Qancha pul dedingmi? Sen rostla olmoqchimi? Ne o'ylab baqay. Bo'ldi 20 sabagin. Qandaq? 20 sa, nimonchi qimmat? Qimmat damsan? Jo'ylama. Bu tuxum tug'di, tuxumdan cho'ji chiqadi, cho'ji cho'ng bo'lib yana tuxum tug'di. Ita, rost qimmatmikan? Qimmat deganim pulim yetmaydi ekan deganim, tog'a. Undaq bo'lsa senda nech pul bor? Jami 7 sa. 7 sa? Aran 7 sa bo'pti. Men bir yaxshi ish qilaysan turibdir, ha? Bu ablah pek eskicha, bu ishga oqing bol oldi o'tdi. Bu eliq og'riq to'g'ri. Og'riq to'g'ri? Og'riq to'g'rini bilan bu degan mekiyan tursa, 15 kunishga yaraydi. Lekin Aka, olaylik-ku. U bek bechor ekan. Bo'pti, setib olaylik. Bundaq og'riq to'g'rini yetsa kimchi sotgan bormi? Burunqi 5 bilan bu ishni qo'shganda 8 bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5 to'g'ri. Jami 8 bo'ladi. 9 mekan aran 8 ni tug'sa, demak bir ho'ron to'g'ri tug'mabdi-da. Toza bir advini bermisam, ho'rullah, urib o'ltirib etman. Ho'ron to'g'ri. Sizlar bekoyam yana tuxum tug'maysizlar. Ati birimi kam bo'lmasin. Ho'rullah, tez berib tuxum tug'ish.
Bundan qipila. Nima ovoz bu? Sizlar katak yasayotgansizlar? Aka, qara onun tanını berilib yeyishiga. Shundaq, bak o'maqkan. Lekin endi opamni o'ylamaysan-jimi? Hey! Taraştmanglar. To'g'rilarim qo'rqib tuxum tug'anmayotdi. Mana yasab bo'layli deb qoldik. Nima to'g'ri? Nerdan ilib keldinglar uni? Mening to'g'rilarimga yetmaydi ekan. Tez berib tuxum tug'ish. Aka, bizning to'g'ri tuxum tug'alamı? O degan mekan tursa albatta tug'alaydi-da. Tezroq tuxum tug'ib bas bo'ladi. Qaraganda tuxum yegin kapqa o'xshaydi. Yo'q, mening yangi chiqqan cho'chalarni ko'rib boqqan ba. Sening telegining uchun bo'lsa-mu, cho'qim tuxum tug'ib beradi. Aka, men o'tganlarga o'qitib atgan, men to'g'ridan beraman. Bo'ldi, kirib uxlagin, ha? Odamni hajab seriktirdi. Tong atmasdan qaqoqlik qiltirdi-ku. Aka, tuxum tug'aydimdi nima? Yo'q, uni tek tuxum tug'digan vaqti bo'lmadi. Tuxum tug'digan o'xshaydi. Rostkan. Nima degan cho'ng tuxum bu? Pah, oltinga o'xshaydi ekan. O, rostalla odatdagi tuxum emasdek qiladi-jimi? Bu tuxum nur cho'chidi ekan. Ajoyib ish bu. Bizning to'g'ri oltin tuxum tug'di. U nimishqa oltin tuxum tug'digandi? Bu to'g'ri bak g'alit ekan-jimi? Oltin tuxum. Bu to'g'ri rostdan oltin tuxum tug'ibdi. Ay qo'zg'im. Oy jon qo'zg'im og'rib ketdi. Oy jon oltin tuxum. Oy jon. Oy men bir amal topay. O haram tamoqlar. Men cho'qim sizlarni urib o'ldirmayman. Hamma haram tamoq. Ağrıq toxu altın tuxum tuqayada. Sizlar sop-saq turib aran odatki tuxum tuğuşamsan. Senlarga o'zimni bir kesib qo'ymasam. Anlab turish. Agar atdiganda menga oltin tuxum tug'ib berishmisan, adunglarni berman. O haram tamoqlar. Bundaq vaqirab chaqirganning nima foydasi? Bir amal topay. Amal tepildi. Bu balay nima degan yaxshi. Rahmat aka. Ha? Chiq pul ishib qopdi-ku. Biz ishib qolgan pulga bir palto setib olaylik, bo'lamdi, ha? Ha? Paltoni nima qilamiz? O'tin kesish uchun bir yaxshi palto bo'lish kerak-da. Ha? O'tin? Bizning to'g'ri kunda oltin tuxum tug'digan tursa. Undaq desang bo'lmaydi, ukam. Bizning to'ximiz oltin tuxum tuqqan taqdirdami, yana o'tin kesishimiz kerak-da. Eliq tog'amiz bizning o'tinimizni saqlayotgan tursa, biz bu to'xini podshohga berishimiz kerak. Bo'lmasa, bu to'xi bizga avorchilik deb beradi. Uning ustiga biz jafo tortmay halovat ko'rsak, askilishib ketamiz. Ukam, dodomi, biz burun baxtli yashayotgan-ku. O'lib ketgan ota-onamiz bizga ochko'zlik qilmaslikni aytgan. Sen nima desan shu? Oy ey, oy jon. Bu qo'shnimizning ovozi-ku, ha? Oy ey, oy jon, mening to'g'rim yetib ketdi. Oy jon, u dunyodagi eng yaxshi to'g'ri qanday qilaman? Nima ish qilasiz? Mening eng yaxshi bir mekinim yetib ketdi. Nima? Sizning mekiningiz yetib ketdimi? O to'g'ri oltin tuxum tug'alaydi. O to'g'ri menga meros qolgandi, qanday qilib yetib ketdi? Sizning to'xingizmi oltin tuxum tug'amdi? Albatta, uni yo'ldoshim menga meros qoldirib o'lib ketgan. Endi men qanday qilaman? Voy
Aycan. Sizin to'qoyingiz qandaqdi? Quyruğu qara kichkina todisi bor, tuklari tushib ketgan satli to'g'u edi. Aycan, mening to'g'uyim. Men doim uni kattaga solab qo'yatdim. Bir necha kun ilgari u tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Endi men yo'ldishimni qandoq yuz kela olayman? Aka, o to'qo bizniki bilan o'xshashgan-ku. Shundoq. Endi o'lib ketgan yo'ldishimga qandoq javob berma? To'g'uyim yetib ketsa menga bu jonning nima keragi? Men o'lsam bo'ladigan bo'ldi, Aycan. To'g'uyim yetib ketsa men yana So'ngana. yashab nima qilaman? To'ydim bu jondan. Cho'ng ana, gapimni anglang. Biz setib olgan to'g'o sizning deganingizga o'xshab qoladi ekan emasmi? Nima deysan? Mening to'g'uyim sen demakdi. Mening to'g'uyim. Sen uyar ekansan-ku, mening obdan to'g'uyim, tez bu yoqqa kel. Mening to'g'uyim nima degan chiroyli. Rahmat, men ketdim amsa. Cho'ng ana, to'xtab turing. Cho'ng ana, Nima? Sen pushaymon qilyapsansan? siz mush yerda turib turing, ha? Cho'ng ana, buni eling. Bu nima? Munda qishda cho'ng ana, sizning to'g'oyingiz oqshom bir oltin tuxum tuqqandi. Men uni setib etgan. Bu shuning puli etdi. Pul albatta mening. Men ketdim amsa. Yana bumi bor cho'ng ana. Bu nima? Bu oltin tuxumning puliga olgan palay. Sal kichik, siz baribir ishiltamaysiz. Keyin pulingizni qaytarib beray. Ma'qul, keyin bersang loli bo'ldi. Rahmat sizga cho'ng ana. Nimaga rahmat deysan? Biz degan qo'shni tursak, pulni tezroq qaytarib bersangli bo'ldi. Aka, Hech qisi yo'q ukam. Biz baribir uni podshohga bermoqchi edik. Egisini topgandan keyin qaytarib berishimiz kerak-da. Ha, shundaqmi? Ahmoqlar, buni deha podshohga bermoqchikan. Bu chorami bo'g'idek. Buni podshohga bersam menga bir mansabas ajab emas. Pul ko'p bo'lgan bilan nima foydasi? Yana amal tutgan yaxshi, to'g'ri. Shunda qilish kerak. Bu to'g'ri amal deyish kerak. Chat turinglar. Men podshoh bilan ko'rishmoqchi. Men podshoh to'g'ri so'g'at qilman, menga yo'l bo'shdinglar. tozaska yelka, inbi, biz uni oladin berib qo'ysak qandaq, ha? To'g'ri. O to'g'o rostla oltin tuxum tuqqanda. Sening deganlaring rasmi yoki yolg'onmi? Rost podshohim, buni sizga so'g'at qilish uchun uzun yo'lni besib keldim. Bu anglab baxmagan g'alati bir ish ekan. Men podshohni aldash qandoqmi Pitinay? Bu to'g'ri kunda bir oltin tuxum tug'di. Bu amaliyat. Bu rostli qizqarliq ishkan aliylari. Undoq bo'lsa, qani ko'rib boqayli. Podshoh o to'qini ko'rib boqay deydi. Bo'ladi, ko'rib baqsizlar. Ko'rib baqsizlar mana. Bu bir og'riq to'q ekan-ku. Shundoq rostli og'riq to'q ekan. Undoq emas shoyim. Voyjon. Uning adini beraylik. To'g'ri. Hay! Bu qadar Chiqib ketdi. Nima bo'ldi? Nima bu to'g'o? Voyjon. Bu sarang to'xun tutinglar. Tez Uni tutinglar. Sarang. Qarala, u bir tuxum tug'di. Odatdagi tuxum ekan-ku, ha? U bir sesiq tuxum ekan-ku. Rost. Odatdagi tuxumkan. Qandoq mumkin bo'lsin? Rostini sezib tuxumkan-ku bu. O aldamchi. Sen meni oldig'idek bo'ldingmi? Odam bormi? Kelib buni bog'langlar. Voyjon. Endi ben tugashdim. Sen bir og'ir to'g'o bilan meni oldiding, yana o'rnini qalaymaqon qilding. Voy bagaraz. Shoyim meni kechiring. Bu to'g'o mening emas. U oxiri rost gap qildi. Nima deding? Sen boyteki bu to'g'o meningki degan to'g'o. Ha? Bizning kentdagi xannomi bilan Do'domining. Xannomi bilan Do'domi? Asli ish mundoq ekanda. Shu bu to'g'o sizlarni ko'rib, yuvoshlab ketibdi.
Padişah alileri, buna bizde cazalamakçı bolsanız, mana bizni jazalang. Yo'q, jazoga osh ko'z mo'may tortilish kerak, o'g'am. Padişahim, biz unchalik ko'p pulni ishiltib olamaymiz. Bu to'xum o'sha yerda ko'p oltin tuxumlarni tug'ib, kambag'allarga yordam qilsin. Sizlar kichik turib shundoq o'ylaganliginglar uchun kishilarning hurmatini qo'zg'aysizlar. Padişahim, bu to'qni boshqalar baqsa oltin tuxum tug'maydi ekan. Padişahim, sizlar bu ishki balig'i o'rnida amal berib, to'xu baqtirsizlar. Ha, bu yaxshi fikr bo'ldi. Nima? Amal beramdik-a? Sizlarga amal beray deyman. Sizlar uni yaxshi beqib, ko'plab oltin tuxum tug'dirib, davlatimizni beitinglar, qandaq? Endi yaxshi bo'ldi. Sen nemish qilyapsan? Men qanchalik yaxshi qilganligimni hisoblayapman. Nimang bu? Dada, men yana bir yaxshi qildim.